Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun esa biz yangi o'yinga start beryapmiz. Bir emas, ikki emas, ko'rib turganingizdek 4 ta glavniy priz qo'ydik. Glavniy prizlardan biri mana shu X-Set VX полный panoramada, кожаный премиальный сиденьяларда, hamma yo'g'i sensor monitorda proyeksiya loboviy stiklosigacha bor. Do'stlarim, bu o'yinda bir emas 4 ta glavniy priz. Bu mashinalarni yutib olish uchun Telegramga o'tib obuna bo'lamiz. Mana shu video ostida va kommentariyaga ham zakripit qilib qo'yib qo'yapmiz. Bu birinchisi akalar, glavniy prizlardan. Mana bunisi esa akalar ikkinchisi Jetaur Dashing. 2024-yil sportivniy kavshalarda crossover bo'lgan do'stim. Полностью mana shu monitordan turib hamma yo'qda upravlat qilasiz. Avtomat korobkasini aytmaysizmi? Rulini qarang buni. 3 va 4 mashinamiz Kia K5 Prestige komplektatsiyada, кожаный sidеньяларда. Полностью 4 xil tablosi o'zgaradi: sport rejim, komfort rejim va podogrev rul, podogrev сиденья, auto home, elektronniy ruchnik va do'stlarim, klimat kontrol, kruiz kontrol, hamma qulayligi bu mashinada yetarli. Kia K5 mingan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Bu mashinalarni yutib olish uchun Telegramga o'tinglar, obuna bo'linglar. Juda ham sizlarga asqotadi. Hamma ma'lumot Telegramda bo'lyapti akalar. Qandoq qilib chipta olish kerakligi. Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun esa biz yangi o'yinga start beryapmiz. Bir emas, ikki emas, ko'rib turganingizdek 4 ta glavniy priz qo'ydik. Ya'ni bitta katta bo'lib, ikkita Solaris bo'lmadi do'stlarim. Bu safar 4 tala mashinamiz ham glavniy prizda. Mana bu jiplarni turishini ko'ryapsiz. Mana buni kattaligini qarang. 7 o'rindiqlik akalar. Bu haqida hozir bo'lib batafsil gaplashamiz. Akalar, bo'lmasam diqqatimizni mana shu 4 tala mashinaga qaratsak, bugungi o'yinimizda bir-biridan ajoyib mashinalarni qo'ydik degan umiddaman. Sizlarga juda ham ma'qul keladi va har bitta borki sohibimiz o'z mashinasini topadi degan umiddamiz. Endi hozir do'stlarim, final bo'lgan paytda bitta mashinamiz chiqib ketsa, ko'nglingiz o'ksib qolmaydi, chunki 4 talasi ham glavniy prizda do'stlarim. Bo'lmasa mana shu o'rnimda turgan X-Set VX modeli 2023-yil mashinamiz, bir qo'l minilgan, hech qancha yurmagan mashina akalar. 2 litrlik объем dvigatel, turbinada 249 ta ot kuchiga ega. Ya'ni juda ham ekonomichniy va до налоговый. Nalogi juda ham kam akalar. Mashinamiz полный приводda. Удержание полосы, kruiz kontroli, klimat kontroli, podogrev rul, podogrev sidenya, podogrev lobovigacha bor. Bu mashinada полный panorama 7 o'rindiqlik. E'tibor beramiz, mashina juda ham uzun va katta akalar. Кожаный премиальный sidеньялар bu turibdi bu yerda. Derivalarda endi do'stlarim, katta monitor. Bu mashinada hamma qulaylik yetarli, faqat nima qilish kerak? Riskovat qilib o'tirib minish kerak, tamom do'stim. Mashinamiz sveji yutgan inson rohatlanadi. Ayniqsa zagranitsaga qatnaydigan aka-ukalarimizga men o'ylayman, rasa shans riskovat qilish uchun. Ikkinchi mashinamiz do'stlarim, yana bitta современный mashinalardan bittasi Jetaur Dashing 2024-yil bir qo'l minilgan 10 ming probegda akalar mashina. Yangi mashina, tasavvur qiling. Mashinamizda 1.6 объем, 150 tami 160 ta ot kuchiga ega. Adashmasam, adashishim mumkin do'stlarim. Mashina ham bu полный приводda. Bu внедорожник akalar. Ya'ni hozirgi kunda crossover deyiladi. Jeepdan sal kichikroq bo'lsa, mana shu turishini qarang, buni современныйligini. Bunda ham 360 gradus pakrugu kamerasi bor. Kruiz kontroli, klimat kontroli, katta monitordan turib hamma yo'qni boshqarasiz. Hozirgi kunda eng современный mashinalardan biri bo'lyapti. Taksi qilaman, dastavkada ishlayman degan aka-ukalarimiz ham unisini ham, bunisini ham bemalol ulab taksi qilsangiz ham bo'ladi, dastavkada ishlasangiz ham bo'ladi. 3-chi mashinamiz do'stlarim, buni bilmaydigan aka-ukalarimiz bo'lmasa kerak. Prestige komplektatsiyada, ya'ni кожаный sidеньяларда avtomat korobka, 2 litrlik объем, 150 ta ot kuchiga ega. Linzvi farada, oldi ham, orqasi ham. Ajoyib 18 o'zini zavodskoy diskalarda turibdi akalar. Va avtomat korobka aytib o'tganimizdek, klimat kontroli, kruiz kontroli, podogrev rul, podogrev sidenya, konditsioner, hamma qulayligi yetarli.
Kia K5'ni men o'ylayman, bilmagan inson bo'lmasa kerak. 2020 yil akalar yili. Xo'p, 4-mashinamiz yana bitta Kia K5 bo'lyapti. Buni yili 2021 yil. 150 ta ob'yomda, ya'ni ot kuchi 2 litrlik dvigatel 600 tubkalik avtomat korobkada. Bu o'yinimizda akalar 4 ta mashinadan tashqari ikkita $1000 konvert, ikkita $500 konvert, 10 ta 10.000 rubldan va 100 ta 5.000 rubldan pul prizlarimiz bor. Bitta chipta bahosi 2.000 rubl. Общий ishtirokchimiz 4.950 dona do'stlarim. Ya'ni 2 baravarga o'tgan o'yinimizdan qisqartirdik. Yutish imkoniyati juda ham katta va do'stlarim, mashinalar ancha kuchaygan. E'tibor beramiz, ya'ni Kia Rio, Solaris qo'ymadik. Har bitta katta prizimiz borki, glavniy prizni bo'lyapti. Shuning uchun o'ynab ishtirok etib o'z omadimizni sinab ko'ramiz. 2000 rubl evaziga do'stlarim, mana shunday mashinalar sohibi bo'lib qolish har bir aka ukamizga loyib nasib qilsin. Biz esa startni berdik. Kelasi videolarimizda boli batavsur salonlarini ko'rsatib chiqamiz akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, riska va tiqinglar radnoylarim.